Ho'p, bugun sizlar bilan Osint haqida gaplashamiz. Osint bu bitta odam yoki kompaniya haqida internetdagi ochiq ma'lumotlardan foydalanib to'liq ma'lumot yig'ish. Misol uchun bitta Instagram akkaunt bilamiz. U akkauntga faqat qanaqadir username yozib qo'ygan, to'liq ismi yozilmagan, adresi yo'q, telefon raqami, elektron manzillari yo'q. Ko'rolmayapmiz. Bizga shunaqa Osint texnologiyasi bilan biza bemalol uni ism familiyalarini, aniq lokatsiyasini, ya'ni manzilini, elektron pochtasini va telefon raqamlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu uchun bizaga Osintgram degan avtomatlashtirilgan Instagram uchun chiqarilgan tool yordam beradi. Buni 13 mingtaga yaqin odam ishlatadi. Bemalol sizlar ham ishlatsangizlar bo'ladi, maslahat beraman. Buni ishlatish uchun biza Osintgramga kiramiz, yuklab olamiz, pastga tushib, ketma-ketlikni amalga oshiramiz. Git klon qilib yuklab olamiz va Osintgram fayliga o'tamiz, papkaga. Biza ushbu VN lokal muhitni ishga tushirishimiz kerak. Undan keyin Windows bo'lsa, ushbu komandani yozishimiz kerak bo'ladi. Linux bo'lsa agar, bu komandani yozishimiz kerak bo'ladi terminalga. Undan keyin kerakli narsalarni ustidan qilib olamiz va eng oxirgisi Hacker IP dan biza token olishimiz kerak. Eng muhimi shu, mana Hacker IP ga kirasizlar, o'zlaringizning tokenlaringizni olasizlar ro'yxatdan o'tib. Bu hozirgisi meni tokenim. Xo'p, undan keyin nima qilamiz? Biza yozamiz komanda python3 mainpy va Instagramdan kimni, ya'ni qaysi foydalanuvchini ism familiyasini, lokatsiyasini bilmoqchi biza. Shuni yozamiz. Men o'zimni misolida keltirib ko'rsataman. Bexter deb. Va enterni bosadigan bo'lsam, bizaga ishladi va run komanda degan joyga list deb yozamiz va bizaga aytishi mumkin. To'liq profil haqida ma'lumot, like bosganlari, misol uchun nechta like bosgan, adreslari, misol uchun followerlari, emaillari, raqamlarini ko'rsak bo'ladi. Hozircha men infoni yozaman. Xato bo'ldi. Info va ko'rishimiz mumkin. Bekzod Qurbonov, offensive security specialist, misol uchun obunachilari, o'zi obuna bo'lganlari, business account false turibdi, misol uchun verified account false va profildagi rasmlari, bir qancha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Endi bizaga adres, qiziq adres deb yozamiz. Va enter bosadigan bo'lsam, bizaga adresni topib berdi mana. Va bu adresni kopirovka qilib men google.com maps ga kiradigan bo'lsam, keyin bu yoqdan kirib ko'ramiz. google.com maps deymiz. Mana va tashlayman hozirgi lokatsiyani. Juda bu menga ishlamayapti. Xo'p, o'zlaringiz qilib ko'rasizlar, bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Lokatsiyasigacha topib beradi buni. O'zlaringiz qilib ko'rsangizlar bo'ladi. Google Maps ga ishlaydi 100%. Просто menga hozir Linux'dagi Firefox salgina ishlamayapti. Operativkaga menimcha joy yetmayapti bunga. Shu uchun. Xo'p, close qilib turaman buni. Xo'p, ana endi keyingisi, misol uchun biza obunachilarni ko'rishimiz mumkin, qanaqadir kommentlarni ko'rishimiz mumkin. Bu eng qizig'i. Bizaga comments deb yozib enter bosadigan bo'lsak, mana buni qilaylik, comment datan. Endi 1-2 minut kutamiz, ma'lumotlarni yig'ib bizaga chiqarib berishi uchun. Va mana xo'sh, ushbu userga, ya'ni ushbu foydalanuvchi postlariga qaysi profildan qanaqa kommentariy yozilgan hammasini chiqarib beryapti va bu user qaysi videolarga yoki qaysi deylik rasmlarga kommentariy yozgan, ya'ni like bosganlarni ham chiqarsak bo'ladi bemalol. O'zlaringiz qilib ko'rasizlar. Uni ID'si, username hammasini bizaga chiqarib beradi. Xo'p, bugungi videoda men shuni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Agar Osint mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qo'yinglar va keyingi videolar nima haqida bo'lsin, shuni ham yozib qo'yinglar.